kuchaytirish uchun olib kelindi. Islom Mamadkazin, Dilshod Komilov, Diyor Xolmatov, Shohruh Abdurahmonov, Quvondiq Ro'ziyev hozir jarima maydoniga kirib borildi va 11 metrlik nuqtaga ishora qilinyapti 9-daqiqada. Ko'ramiz. O'rinboyev va O'rozov to'qnashuvi. Oyoqqa zarba bor edi bu yerda. Zabihullo O'rinboyev, Ruslanbek Jiyanov bor. Bo'ldi mana. To'pni Ruslanbek Jiyanovga qoldirdi. Adhamzoda Jiyanov Edem Nemanovga qarshi. Mana endi ruxsat bor. Jiyanov zarba yo'llaydi. Penaltidan gol uryapti Rober. Ruslanbek juda ham aniqlik bilan to'pni darvozaga yo'naltirdi. Edem Nemanov yo'nalishni topgan bo'lsa-da, to'pgacha yetib bora olmadi. Rober. Odiydan kelgan muxlislar ular ham bayram qilishyapti. Dinamo ishqibozlari ham gol o'tkazib yuborilgach darhol qo'llab-quvvatlashni boshlashdi, yuqori tempga chiqishdi. Kerak. Hozir qo'llab-quvvatlov har ikki jamoaga. Birinchi tur bu yerda ba'zi texnik xatolar bo'lishi mumkin, hali bog'lamlar ishlab ketmasligi mumkin, juda ko'p yangi futbolchilar, lekin muxlislarning qo'llab-quvvatlovi aynan shunaqa paytda. Demak, burchakdan to'p yetkazib berildi va mana bu yerda himoyachilar xatosi keyinchalik o'yindan tashqari holat. Juda ko'p voqea bo'ldi jarima maydoni, darvozabon maydonchasi ichida. Edem Nemanov Betizga e'tiroz bildirmayapti. Yo'q. Bu yerda gol inobatga olinyapti. Navbahor jamoasi. Demak, o'sha gol line, ya'ni hakam chiziq ichiga to'p kirganligini ko'rdi va golni inobatga olyapti. Bejizga asabiylashmabdi bu darajada. Edem Nemanov hozir namoyish etiladi. Pala-partishlik. Mana bu vaziyat ikkinchi zarba. Nima qilsin Nemanov? Juda murakkab epizodda to'pni qaytardi va adashmasam o'z jamoadoshidan kelgan to'pni. Bu ochiqchasiga Dinamo himoyachilarining xatosi. 3 futbolchi qaytarib yubora olmadi to'pni. Kingsley Sarfo uzatmani amalga oshirib berdi. Jigiraniya to'pni qaytaryapti. Yana Sarfo jarima maydoniga uzatdi. Keyingi pas Hojimirzayev zarba yo'llayapti darvozabondan seyf. O'tkir Yusupov. Mana sizga markaziy bahs. Mana sizga Superliga birinchi turi. Yuqoridan pas. Darvozabon yana o'sha holat. Bu safar to'pni darvozaga kiritadigan o'yinchi topilmadi. Hozir to'p uchun kurash Yusupov sovuqqonlik bilan harakat qildi. To'p nazorati Dinamo tomonida. Hujumga aylantirish kerak. Bu nazoratni qanday pas va hisob tenglashadimi yo'q? O'tkir Yusupov. Qanday uzatma amalga oshirildi Azizbek Omonovga. Takroran ko'raylik Firdavs Abdurahmonov. Gol bo'lgandami? Juda chiroyli harakatni amalga oshirdi Abdurahmonov. Mana jiddiy vaziyat ikkinchi taymda va nihoyat ko'rdik. Buning javobi ham bo'ladi. Ruslanbek Jiyanov jarima maydoniga kiryapti. Zarba yo'lladi o'zi. Endi Edem Nemanovga navbat yetib kelyapti. Noaniq qanchagina Dinamo shoshilyapti. Bu shoshilish esa xatoga olib keldi. Quvondiq Ro'ziyev, Zabihullo O'rinboyev variant bor edi. Zabihullo, Dembele, Abdurahmonov, ajoyib fint, keyingi pas, zarba yo'llanyapti Yusupov. Yana zarba, bu safar noaniq. Mana o'sha vaziyat. Jahongirbek Abdusalomov, u ham hujumga o'tishni boshladi. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Zarba yo'llanyapti. Pala-partishlik yana va darvozabon Edem Nemanov maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Hozir nima bo'ldi? Takrorda barchasini aniq-tiniq ko'rib olishimiz mumkin. Jarima maydonidagi kurash, qo'l bilan o'yin deb yuqoriga qo'lni ko'targanda
Demak, Dinamo vakillari ustun. Nurullo To'xtasinov qaytardi, keyingi zarba aniq, darvozabon to'pni ushlab olyapti. Yaxshi fint. O'tib ketildi. Jarima maydoniga uzatma. Vajiyanov keyingi zarba. To'p darvoza yonginasidan o'tib ketyapti. Ustoz va shogird to'qnashuvi. Vadim Abramov, Timur Kapadze. Biz esa sal avvalgi hujumning takrorini ko'ryapmiz. Shohimalik Komilov yaqin masofadan darvozani ishg'ol eta olmadi. Kati Katulundi endi u markaziy hujumda bo'lsa Zabihullo O'rinboyev qanotga o'tib olishi mumkin. Yana bir yaxshi imkoniyat. Voz kechish kerak. Zo'r o'tayotgandi fintlar, ammo so'nggi daqiqalarda yopishyapti uni. O'tkazishmayapti. Va uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Markaziy bahsda Navbahor Samarqandda 3 ochkolik bo'lyapti. Dinamoning esa Navbahorga qarshi yomon seriyasi davom etadigan bo'lyapti. O'tkir Yusupov ajoyib qaytish, ishonchli o'yin. Jamoa sardori sifatida bugun maydonga olib chiqdi Navbahorni. Ko'p jabhalarda sardordek harakat qildi va g'alabaga o'z hissasini qo'shdi.